Landa o'yin boshlandi. Osh musobaqamizga ham sal kechikib qopman. Hamma kelib bo'pti. Hamma teng muxtor akam teng degan maqolga amal qilib, meni kutib o'tirishgan ekan. Kelishimiz bilan birinchi oshni solib kirishdi. Sheriklarim bilan maza qilib, oshni yeb bo'lishimiz bilan ikkinchi oshni olib kirishdi va uni ham paqqos tushirdik. Ikkovini manasi bir-biridan zo'r bo'pti yoki menga shunaqa tuyuldimikin. Anchadan beri bunaqangi mazali osh yemaganimga bo'l shekilli. Oshni orqasidan desertga muz qaymoq olib keldi, hamma xursandchilikdan qarsak chalib yuborishdi. Hamma katta kichik xursand. Bizda shunaqangi qo'li shirin yosh oshpazlar borligidan. Mansurbek achchiq choylarni ketini o'zimga yetkazib berib turdi. Hayajonli daqiqalar. Kim birinchi o'rinda oldi? Hisob-kitob boshlandi. Kimdir 1 desa, kimdir 2 deydi. Shu payt ikki ayblanuvchini sudaliga olib kirishdi va katta Abdulaziz 1ni, kichik Abdulaziz 2ni olganini ommaga e'lon qildi. 15 hisobida katta Abdulaziz akamiz g'olib bo'ldi. G'oliblarni Havas oshxonasi nomidan qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantirildi va bozorimizning homiyalari Muhiddin va Hindiston servis asoschisi Jamoliddin tomonidan ham qimmatbaho sovg'a va pul mukofotlar bilan ham taqdirlashdi. Yosh oshpazlar xursand va asosiysi bu o'rinda emas yoki mukofotda emas, asosiysi e'tiborda. Havas oshxonasilar bilan suhbatlashganimizda bunaqangi musobaqalarda yaqin kunlarda ko'proq o'tkazishga rejalashtirayotganini ham bizga aytib o'tdi. Oxirida chiroyli duolar bilan osh musobaqamizning yakuniga yetdi. Xulosa o'rnida qilingan ehsonlar bardavom bo'lsin. Hammamizga shunday ehsonlar qilish nasib etsin.